Bugun men 45 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan fuqarolar, amaldagi pensionerlar, pensiyaga yaqinlashib qolganlar va oilasida keksa ota-onasi bor har bir inson uchun juda muhim masalani tushuntirib beraman. 25 sentyabrdan keyin pensiya, ish staji, hujjatlarni tasdiqlash, qayta hisob-kitob va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha tartiblar keskin e'tibor markaziga chiqdi. Bu oddiy xabar emas, chunki bitta hujjat yetishmasa, bitta ariza vaqtida berilmasa yoki bitta ma'lumot bazada noto'g'ri tursa, odam o'ziga tegishli pulni kam olishi yoki umuman kechikib olishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men hammasini oddiy tilda tushuntiraman. Oldin qanday edi? Endi nimalarga e'tibor berish kerak? Kim xavotir olish kerak? Kim esa ortiqcha vahimaga tushmasligi kerak? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumot sizga ham, ota-onangizga ham, qo'shnilaringizga ham kerak bo'lishi mumkin. Men eng avvalo asosiy narsani aytaman. Pensiya masalasida eng katta muammo odatda qonunning o'zida emas, hujjatlarda. Ma'lumotlarning to'g'ri kiritilishida va odamlarning vaqtida murojaat qilmasligida bo'ladi. Ko'pchilik shunday o'ylaydi. Men ishlaganman, demak davlat hammasini o'zi biladi. Afsuski amalda har doim ham shunday emas. Ayniqsa eski yillardagi ish staji, korxona yopilib ketgan davrlar, mehnat daftarchasidagi yozuvlar, arxivdan olinadigan ma'lumotnomalar, norasmiy ishlangan yillar, bola parvarishi davri yoki harbiy xizmatga oid hujjatlar alohida tekshirishni talab qiladi. Oldin ko'p jarayonlar qog'ozga bog'langan edi. Fuqaro pensiyaga chiqishdan oldin bir nechta idoraga borar. Mehnat daftarchasini ko'tarib yurardi, sobiq ish joyidan ma'lumotnoma so'rardi, korxona tugatilgan bo'lsa arxivni qidirardi. Ba'zan bitta shtamp yo'qligi uchun ish staji hisobga olinmay qolardi. Ba'zan odam o'tgan yil ishlagan bo'lsa ham hujjatda faqat 24 yil aniq ko'rinardi. Natijada pensiya miqdori kamayardi. Endi esa asosiy e'tibor elektron bazalar, shaxsiy ma'lumotlarning mo'sligi. Ish stajini tasdiqlovchi hujjatlarning raqamlashtirilishi va pensiyani qayta ko'rib chiqish imkoniyatlarga qaratilmoqda. Deputatlar tomonidan muhokama qilinayotgan va qabul qilinayotgan qarorlarning mazmuni ham shundan iborat. Pensionerlarning taqdiri faqat eski qog'ozdagi xatoga bog'lanib qolmasligi, tizim adolatliroq ishlashi, odamlar o'z huquqini osonroq himoya qilishi kerak. Lekin men sizga aniq aytaman, tizim o'zgarayotgani yaxshi, ammo fuqaroning o'zi ham befarq bo'lmasligi shart. Oldingi tartibda ko'p pensionerlar pensiya tayinlangandan keyin uni deyarli tekshirtirmas edi. Odamlar shunday derdi, menga qancha chiqargan bo'lsa, demak shuncha ekan. Lekin men amaliyotda ko'p holatlarni ko'rganman. Odamga 1 million 200 ming so'm pensiya tayinlangan, keyin hujjatlar qayta tekshirilganda yana 4 yil ish staji topilgan, natijada pensiya miqdori oshgan. Boshqa bir holatda ayol kishi 3 nafar farzandni parvarish qilgan davrini tasdiqlovchi hujjatlarni olib kelmagan. Shu sababli ayrim davrlar hisobga olinmagan. Keyin tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar va kerakli ma'lumotlar topshirilgach, hisob-kitob qayta ko'rilgan. 25 sentyabrdan keyingi muhim signal shuki, endi odamlar eski odat bilan yurmasligi kerak. Pensiya faqat yoshga yetish bilan bog'liq masala emas. Pensiya bu ish staji, daromad, sug'urta badallari hujjatlarining to'g'riligi, elektron bazadagi ma'lumotlar, oilaviy holat va ayrim imtiyozli toifalar bilan bog'liq murakkab tizim. Agar siz 45 yoshdan oshgan bo'lsangiz, men sizga hozirdayoq o'z ish tarixingizni tekshirishni maslahat beraman. Chunki pensiya yoshiga kelganda hujjat qidirish ancha qiyin bo'ladi. Masalan, siz 1998 yildan 2005 yilgacha bir korxonada ishlagansiz. Hozir korxona yo'q. Mehnat daftarchangizda yozuv bor, lekin buyruq raqami noaniq, muhr yomon bosilgan yoki lavozim nomi to'liq yozilmagan. Pensiya tayinlashda mutaxassis bu davrni qo'shimcha tasdiqlashni so'rashi mumkin. Agar siz buni 75 yoki 60 yoshda qidirsangiz, arxivga murojaat qilasiz, javob kutasiz. Qo'shimcha ma'lumot izlaysiz. Bu vaqt va asab talab qiladi. Agar hozirdan tekshirsangiz, muammoni oldindan hal qilasiz. Birinchi navbatda pensiyaga yaqin qolganlar xavotir olishi kerak. Ayollar va erkaklar uchun pensiya yoshi, ish staji va boshqa talablar qonunchilikka qarab belgilanadi. Lekin umumiy qoida bitta. Pensiya tayinlashda ish staji va hisobga olinadigan daromad muhim. Agar sizda mehnat daftarchasi yo'qolgan bo'lsa, ayrim sahifalari yirtilgan bo'lsa, yozuvlar tushunarsiz bo'lsa yoki ishlagan joylaringizdan hujjat olish qiyin bo'lsa, buni oxirgi o'yga qoldirmang. Ikkinchi toifa, hozir pensiya olayotgan.
lekin pensiyasi juda kam deb o'ylayotganlar. Men bunday odamlarga doim bitta savol beraman. Pensiyangiz qanday hisoblanganini ko'rganmisiz? Qaysi yillar stajga kiritilganini bilasizmi? Qaysi daromad asos qilib olinganini tekshirganmisiz? Ko'p odamlar bu savollarga javob bera olmaydi. Agar siz 3 yil ishlagan bo'lsangiz, lekin tizimda 25 yil ko'rinayotgan bo'lsa, bu sizning cho'ntagingizga bevosita ta'sir qiladi. 3-toifa norasmiy ishlaganlar. Masalan, odam 10 yil ustachilik qilgan, bozorda savdo qilgan, dehqonchilik qilgan, biroq rasmiy daromad, soliq yoki sug'urta badallari to'liq aks etmagan. Bu yerda muammo shundaki, real hayotda odam ishlagan, lekin hujjatda bu ko'rinmasligi mumkin. Pensiya tizimi esa asosan hujjat va bazaga qaraydi. Shuning uchun hozirdanoq rasmiy faoliyat yuritish, soliqlarni tartibga solish va shaxsiy ma'lumotlarni tekshirish juda muhim. 4-toifa imtiyozli kasblarda ishlaganlar. Masalan, zararli sharoitda ishlagan ishchilar. Tibbiyot, ta'lim, ayrim ishlab chiqarish sohalari, harbiy xizmat, ichki ishlar yoki boshqa maxsus tizimlarda ishlagan fuqarolarda alohida hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Lavozimnoma, ish sharoiti, buyruq, ma'lumotnoma va maxsus ro'yxatlarga moslik aniq bo'lishi shart. Birgina lavozimnoma noto'g'ri yozilgani uchun odam imtiyozli tartibdan foydalana olmasligi mumkin. Agar sizning ish stajingiz to'liq elektron bazada ko'rinsa, mehnat daftarchangiz tartibli bo'lsa, barcha ish joylaringiz rasmiy bo'lgan bo'lsa, shaxsiy ma'lumotlaringiz, pasport, JSH va boshqa hujjatlarda mos bo'lsa, ortiqcha vahima qilish shart emas. Lekin bu tekshirmaslik kerak degani emas. Men tajribali mutaxassis sifatida shuni aytaman. Muammo chiqishini kutishdan ko'ra oldindan tekshirib qo'yish arzonroq, osonroq va tinchroq. Masalan, yaxin yoshli erkak kishi 25 yildan beri bir tashkilotda rasmiy ishlaydi. Har oy maoshi bank orqali tushadi, soliqlar ushlanadi, mehnat shartnomasi bor. Bunday holatda katta xavf kamroq. Lekin u ham elektron mehnat daftarchasida ish davrlari to'g'ri aks etganini, familiya, ism, otasining ismi xatosiz yozilganini, tug'ilgan sana pasport bilan bir xil ekanini tekshirishi kerak. Yana bir misol. 58 yoshli ayol 20 yil maktabda ishlagan, keyin 8 yil uyda bola parvarishi bilan bo'lgan, so'ng yana ishga kirgan. U vahimaga tushmasligi kerak, lekin bola parvarishi davrini tasdiqlovchi hujjatlar, farzandlarining tug'ilganlik guvohnomalari, ishga kirish va chiqish buyruqlari to'g'ri saqlangan bo'lishi kerak. Chunki pensiya hisobida har bir davr o'z o'rniga ega. Birinchi misolni olaylik. Akmal aka 60 yoshga yaqinlashdi. U 1990 yillarda zavodda 8 yil ishlagan, keyin xususiy firmaga o'tgan, zavod yopilgan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin muhr xira. Akmal aka pensiyaga arzata berganda undan arxiv ma'lumotnomasi so'raldi. U arxivga bordi. Ammo javob bir oyda keldi. Agar u bu ishni oldindan qilganida pensiya tayinlash jarayoni tezroq o'tardi. Bu yerda o'zgarishning mazmuni shuki, endi har bir odam o'z stajini oldindan tekshirishi kerak. Chunki vaqtida topilgan hujjat keyingi yo'qotishlarning oldini oladi. Ikkinchi misol. Gulnora opa pensiyada, lekin pensiyasi qo'shnisiga qaraganda ancha kam. U shunchaki hayron bo'lib yurardi. Keyin hujjatlarni ko'rib chiqishdi. Ma'lum bo'lishicha, u ishlagan xususiy korxonalardan biri bo'yicha ma'lumot bazaga to'liq tushmagan. Korxona badallarini o'z vaqtida o'tkazmagan yoki hujjatlarni noto'g'ri yuritgan. Gulnora opa arza yozdi. Qo'shimcha ma'lumotnoma yig'di. Masala qayta ko'rildi. Natijada u o'ziga tegishli hisob-kitobni talab qilish imkoniga ega bo'ldi. Men bu bilan shuni aytmoqchiman. Pensiya miqdori past bo'lsa, darrov taqdirga tan bermang, avval sababini tekshiring. 3-misol. Ravshan aka umrining katta qismini qurilishda o'tkazgan, lekin ko'p yillar og'zak kelishuv bilan ishlagan, kundalik pul olgan, rasmiy shartnoma bo'lmagan. Endi pensiya yaqinlashganda u o'sha yillarni ish stajiga qo'shishni xohlaydi. Bu juda qiyin masala, chunki pensiya tizimi guvohlarning gapiga emas, hujjatga tayanadi. Agar ish rasmiylashtirilmagan bo'lsa, uni keyin isbotlash mushkul. Shuning uchun 35 yoshda oshgan har bir odamga aytaman. Bugundan boshlab rasmiy ishlash masalasini jiddiy ko'ring. Bugungi norasmiy daromad ertangi pensiya muammosiga aylanishi mumkin. 4-misol. Mohira opa pensiyaga chiqqan, lekin eri vafot etgandan keyin boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha ayrim huquqlari bor yo'qligini bilmaydi. Ko'pchilik bunday holatda idoraga bormaydi. Chunki uyat qiladi yoki tushunmaydi. Aslida esa har bir holat alohida ko'rib chiqiladi. Turmush o'rtog'ining ish staji, pensiyasi, oilaviy holat
va qonundagi talablar tekshiriladi. Agar huquq bo'lsa, odam undan foydalanishi kerak. Bu yordam emas, bu qonuniy huquq. Endi eng muhim nozik joylarga o'taman. Birinchi nozik nuqta, hamma xabar ham hammaga bir xil taalluqli emas. İnternetda ko'p sarlavhalar chiqadi. Hamma pensiyalarga pul qo'shiladi. Hamma qayta hisoblanadi. Hamma bir kunda oshirilgan to'lov oladi. Men bunday gaplarga ehtiyot bo'lishni maslahat beraman. Har bir o'zgarishning aniq sharti bo'ladi. Kimga tegishli, qachondan qo'llanadi, qaysi hujjat kerak, avtomatik yoki ariza bilanmi? Mana shu savollar muhim. Ikkinchi nozik nuqta. Pensiyani qayta hisoblash har doim ham avtomatik bo'lmasligi mumkin. Ba'zi ma'lumotlar tizimda mavjud bo'lsa, idora o'zi ko'rishi mumkin. Lekin eski staj, arxiv ma'lumotnomasi, sud orqali tasdiqlanadigan holatlar yoki noto'g'ri yozilgan shaxsiy ma'lumotlar bo'lsa, fuqaroning o'zi ariza berish kerak bo'ladi. Shuning uchun men har doim aytaman, kutib o'tirmang, tekshiring, so'rang, yozma javob oling. Uchinchi nozik nuqta, familiya o'zgargan ayollar. Ko'p ayollar turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartiradi. Eski mehnat daftarchasida qizlik familiyasi, pasportda esa boshqa familiya bo'lishi mumkin. Agar nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, stajni bog'lashda savol tug'iladi. Shuning uchun ayollar alohida e'tibor berish kerak. Nikoh guvohnomasi ajin bo'lgan bo'lsa tegishli hujjat. Farzandlarning hujjatlari eski pasport nusxalari bo'lsa, hammasini tartibga solib qo'ying. To'rtinchi nozik nuqta, ish joyining nomi o'zgargan bo'lishi mumkin. Masalan, tashkilot avval kombinat bo'lgan, keyin aksiyadorlik jamiyatiga aylangan, keyin boshqa korxonaga qo'shilgan. Hujjatlarda nomlar turlicha ko'rinadi. Bu holatda ishchilikni tasdiqlovchi ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Aks holda mutaxassis bir davrni boshqa davr bilan bog'lay olmaydi. 5-chi nozik nuqta, pensiya miqdorini oshirish uchun soxta hujjat tayyorlashga urinish juda xavfli. Men buni alohida ogohlantiraman. Kimdir sizga pul evaziga staj qo'shib beraman, arxivdan hujjat chiqarib beraman. Tanishim bor deb aytsa ehtiyot bo'ling. Soxta hujjat keyinchalik nafaqat pensiyani to'xtatishga, balki ortcha olingan pulni qaytarishga va javobgarlikka sabab bo'lishi mumkin. Faqat rasmiy yo'l bilan harakat qiling. Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini aytaman. Birinchi qadam, barcha hujjatlaringizni yig'ing. Pasport yoki ID karta, JCHSHR, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, ishga kirish va ishdan bo'shash buyruqlari nusxalari, maosh haqidagi eski ma'lumotnomalar, arxiv javoblari, nogironlik bo'yicha hujjatlar bo'lsa, hammasini bitta papkaga joylang. Ikkinchi qadam, ish tajingizni yillar bo'yicha yozib chiqing. Masalan, 1998-1992 yillar falon korxona, 1992-1998 yillar falon tashkilot, 1990-2004 yillar xususiy firma, 2005-2010 yillar tadbirkorlik, 2011 yildan hozirgacha hozirgi ish joyi. Har bir davr yoniga hujjat bor yoki yo'qligini yozing. Mana shu oddiy ro'yxat sizga qaysi joyda bo'shliq borligini ko'rsatadi. Uchinchi qadam, elektron ma'lumotlarni tekshiring. Davlat xizmatlari markazi, My.Kog.uz portali, pensiya jamg'armasi bo'limi yoki tegishli idoralar orqali o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlar to'g'riligini ko'ring. Agar internetdan foydalanishni bilmasangiz, farzandingizdan, nabirangizdan yoki ishonchli yaqin qarindoshingizdan yordam so'rang. Lekin login, parol, SMS kod va bank ma'lumotlarini begonalarga bermang. To'rtinchi qadam, agar xato topsangiz, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Ariza yozing. Arizada kimga murojaat qilayotganingizni, o'zingizning FYSH, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, pasport ma'lumotlaringiz, muammoning mazmuni va ilova qilinayotgan hujjatlarni ko'rsating. Masalan, men falon yillarda falon tashkilotda ishlaganman, lekin ushbu davr pensiya hisobida aks etmagan. Shu davrni tekshirib, qonuniy tartibda hisob olishni so'rayman deb yozish mumkin. 5-qadam. Arizangizni ro'yxatdan o'tkazilganini tasdiqlovchi raqamni oling. Bu juda muhim. Ko'p odam idoraga boradi, gaplashadi, chiqib ketadi. Keyin hech qanday iz qolmaydi. Yozma ariza bo'lsa, unga javob berilishi kerak. Javob sizni qoniqtirmasa, yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qilish imkoningiz bo'ladi. 6-qadam, pensiyaga chiqishga kamida 1 yil qolganda barcha hujjatlarni yakuniy tekshiruvdan o'tkazing. Men buni ayniqsa 25-65 yosh oralig'idagi odamlarga aytyapman. 25 yoshda hali vaqt bor.
Lekin aynan shu yoshdan boshlab rasmiy ish, soliq, staj, hujjat tartibi haqida jiddiy o'ylash kerak. 5-6 ming yoshga kelganda esa har bir oy muhim bo'ladi. Agar siz pensiya yoki staj masalasini tekshirmoqchi bo'lsangiz, birinchi navbatda yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilasiz. Davlat xizmatlari markazlari ham ayrim ma'lumotlar va xizmatlar bo'yicha yordam berishi mumkin. Elektron xizmatlardan foydalanish imkoniyati bo'lsa, my.to'lka.uz orqali ariza yuborish yoki ma'lumot tekshirish qulay. Eski ish joyingiz yopilgan bo'lsa, arxiv idoralariga murojaat qilasiz. Ish joyi hali faol bo'lsa, kadrlar bo'limidan ma'lumotnoma so'raysiz. Agar siz tadbirkor bo'lgan bo'lsangiz, soliq organlaridagi ma'lumotlar muhim bo'lishi mumkin. Agar harbiy xizmat bo'lgan bo'lsa, harbiy komissariyat yoki tegishli arxiv ma'lumotlari kerak bo'lishi mumkin. Agar familiya o'zgargan bo'lsa, fadya hujjatlari kerak bo'ladi. Agar hujjat yo'qolgan bo'lsa, dublikat olish tartibini boshlash kerak. Har bir holatda maqsad bitta. Siz aytayotgan davr hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Pensiya miqdoriga ta'sir qiladigan asosiy omillarni oddiy qilib tushuntiraman. Birinchisi ish staji. Staj qancha to'liq va qonuniy tasdiqlangan bo'lsa, hisob-kitobda shuncha yaxshi. Ikkinchisi daromad. Qaysi davrdagi ish haqi hisobga olinishi va u qanday tasdiqlanishi muhim. Uchinchisi imtiyozlar. Ayrim toifadagi fuqarolar uchun qo'shimcha huquqlar bo'lishi mumkin. To'rtinchisi qayta hisoblash asoslari. Agar yangi hujjat topilsa yoki avval hisobga olinmagan davr tasdiqlansa, pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin men yana bir bor ogohlantiraman. Hech kim sizga telefon orqali qo'ng'iroq qilib, pensiyangiz oshdi, karta raqamingizni ayting, SMS kodini yuboring desa ishonmang. Pensiya masalasi rasmiy idoralar orqali hal qilinadi. Bank karta kodi, SMS parol, ilova paroli hech qachon begonalarga berilmaydi. Keksa odamlarni aynan shu yo'l bilan aldash hollari ko'p. Farzandlar ham ota-onasiga buni tushuntirishi kerak. Deputatlar pensiya tizimiga oid masalalarni ko'rib chiqqanda, bu faqat qog'ozdagi qonun emas. Minglab oilalarning kundalik hayotga ta'sir qiladigan qaror bo'ladi. Pensiya uchun 100 ming so'm ham muhim. Dori olish, kommunal to'lov, oziq-ovqat, nabiralarga yordam, shifokorga borish. Bularning hammasi pensiya miqdoriga bog'liq. Shuning uchun men bu mavzuni oddiy siyosiy xabar sifatida emas, amaliy hayot masalasi sifatida ko'raman. Agar tartiblar soddalashsa, odam kamroq idoraga boradi. Agar elektron bazalar to'g'ri ishlasa, hujjat yo'qotish xavfi kamayadi. Agar qayta hisoblash mexanizmi aniq bo'lsa, adolatsizlikni tuzatish osonlashadi. Lekin tizim qanchalik yaxshi bo'lmasin, undagi ma'lumot noto'g'ri bo'lsa, natija ham noto'g'ri chiqadi. Shuning uchun fuqarodan talab qilinadigan narsa befarq bo'lmaslikdir. Men tomoshabinlarga shuni alohida aytaman. Pensiya bu faqat keksa yoshdagi masala emas. 45 yoshdagi odam bugun rasmiy ishlamasa, 60 yoshda muammo ko'radi. 20 yoshdagi ayol bugun hujjatlarni tartibga solmasa, pensiya tayinlash vaqtida yugurib qoladi. 62 yoshdagi pensioner bugun pensiya hisobini tekshirtirmasa, o'ziga tegishli qo'shimcha summani olmay yurishi mumkin. Birinchi xato hujjatlarni uyda tarqoq saqlash. Mehnat daftarchasi boshqa joyda, nikoh guvohnomasi boshqa joyda, diplom yo'qolgan, eski ma'lumotnoma sarg'ayib ketgan. Bunday bo'lmasligi kerak. Hamma hujjatni bitta joyga yig'ing, nusxa oling, imkon bo'lsa, skaner qilib elektron shaklda ham saqlang. Ikkinchi xato idoraga faqat og'zaki murojaat qilish. Og'zaki gap tez unutiladi. Yozma ariza va rasmiy javob esa huquqiy ahamiyatga ega. Agar sizga rad javob berilsa, sababini yozma so'rang. Sabab yozilsa, uni tahlil qilish mumkin. Uchinchi xato. Qo'shnining gapiga ishonish. Har bir odamning ish tarixi boshqa, staji boshqa, daromadi boshqa, oilaviy holati boshqa. Qo'shningizga bir xil chiqqani sizga ham shunday bo'ladi degani emas. Siz o'zingizning holatingizni tekshirtirishingiz kerak. To'rtinchi xato, kechikish. Pensiyaga chiqadigan o'y kelganda hujjat qidirish eng og'ir yo'l. Hozir boshlang. Bugun bitta hujjatni topasiz, ertaga bittasini aniqlaysiz, bir oyda katta ish bitadi. 5-xato, internetdagi har bir xabarga ishonish. Men sizdan so'rayman, har qanday xabarni rasmiy manba bilan solishtiring. Qonun, qaror, rasmiy izoh, pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari ma'lumotlariga qarang. Sarlavha baland bo'lishi mumkin, lekin amaliy tartib hujjatda yoziladi. Demak, 11 sentyabrdan keyingi o'zgarishlar atrofidagi eng muhim xulosa shuki, pensiya masalasida eski beparvolik endi yaramaydi. Oldingidek bo'lmaydi. Chunki tizim elektronlashmoqda,
Hujjatlar tekshirilmoqda. Staj va daromad bo'yicha aniqlik talab qilinmoqda. Fuqarolarning o'zi ham o'z huquqini faol himoya qilishi kerak. Kimning hujjati joyida bo'lsa, u xotirjamroq bo'ladi. Kimda bo'shliq bo'lsa, hozirdan harakat qilsa, ertangi muammoni kamaytiradi. Men sizga ekspert sifatida eng muhim maslahatni beraman. Bugun hujjatlaringizni tekshiring. Ish stajingizni yillar bo'yicha yozing. Elektron ma'lumotlarni ko'ring. Xato bo'lsa ariza bering, rasmiy javob oling. Ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularning pensiyasi qanday hisoblanganini birga tekshirib chiqing. Bu faqat pul masalasi emas, bu adolat, mehnatning qadri va insonning o'z huquqini bilishi masalasidir. Sizning oilangizda pensiya, staj yoki qayta hisoblash bo'yicha muammo bo'lganmi? Izohlarda yozing. Qaysi hududdansiz va qanday savol sizni qiynayapti? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni 20 yoshdan oshgan tanishlaringizga yuboring. Chunki bugun bilgan odam ertaga yutqazmaydi.